ipakleri tillodan. Davlatimiz rahbari ipakchilikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratib, tarmoqda keskin o'zgarish qilish zarurligini ta'kidladilar. Demak, tanishamiz. Ipak qurti parvarishlagan ayollar avvalo fermer xo'jaligi bilan mehnat shartnomasi tuzib, rasmiy ish joyiga ega bo'ladi. Bu yagona milliy mehnat tizimi orqali rasmiylashtiriladi. Yillik ish stajiga ega bo'ladi. Bir quti pilla urug'idan 60 kilo pilla olinadi. Bu degani 2 million 400 ming so'm daromad. Shuningdek, pilla yetishtiruvchilarga har 1 kilogramm pilla hosili uchun klasterlar to'laydigan 40 ming so'mga qo'shimcha 15 ming so'mdan subsidiya beriladi. Urug'chilik korxonalari jalb qilgan mavsumiy ishchilar oyligining yarmi kompensatsiya qilinadi. Ipak qurti parvarishlash uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar, jihozlarni xarid qilish uchun kasanachilarga 3 yil muddatga bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari 20 million 600 ming so'mgacha miqdorda foizsiz suvda ajratish tizimi yo'lga qo'yiladi. Pilla yetishtiruvchilar daromad solig'idan ozod qilinadi. Qo'shimcha ravishda pillakorlarni moddiy rag'batlantirish maqsadida siz bilan shartnoma tuzgan fermer xo'jaliklari tomonidan takroriy ekin uchun yer maydoni ajratilishi, bug'doy hosilidan berilishi ko'zda tutilgan. Hurmatli opa-singillar, siz nimani kutyapsiz? Tizimda yangiliklar bisyor. Shoshiling, pillakorlar safiga qo'shiling. Biz sizni kutamiz. Mazkur masala bo'yicha talabgorlar o'z yashash hududlaridagi mahalla fuqarolar yig'ini hokim yordamchisi yoki xotin-qizlar faoliga murojaat qilishlari mumkin.